Jozef Gebbels, Gitlerning mashhur propaganda vaziri, irqchilik, zo'ravonlik va bosqinchilik urushlarining rahnamosi hamda ommaviy harbiy safarbarliklar targ'ibotchisi, Germaniya taslim bo'lishi arafasida nafaqat o'zini, balkim dushman qo'liga tushmaslik uchun ayoli va 6 nafar farzandini ham zahar ichib o'lishini afzal ko'rgan ota, Nyuremberg sudi jarayonida urushning eng asosiy darg'alaridan deb topilgan harbiy jinoyatchilardan biri, nemislarni miyasini zaharlash orqali ularni oliy irq ekanligiga ishontirgan orator, propagandasi bilan Holokaustga tamal tosh qo'yib, zamonaviy dunyo tarixidagi 60 million insonning yostig'ini quritgan, eng qirg'inbarot urushga yo'l ochgan manipulyator. Jozef Gebbels. Yuqorida sanab o'tilgan ma'lumotlar aynan ushbu shaxs atrofida birlashadi. Ma'lum bo'lganidek, ushbu videoda biz Jozef Gebbelsning bosib o'tgan hayot yo'li va siyosiy faoliyatini yoritib berishga harakat qilamiz. Men Uskanboyev G'iyosbek va siz Tarixiy videolar TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Jozef Gebbels 1897-yil 29-oktyabrda Germaniyada taqvodor katolik oddiy ishchilar oilasida dunyoga keldi. Otasi Friedrich Gebbels, onasi esa Katerina Adenhausen bo'lib, u oilada 5 farzandning 3-chisi edi. Ota-onasi uni o'rta maktabda o'qitib, magistratura va doktoranturada ham o'qishiga ko'maklashadi. Gebbelsning bo'yi bor yo'g'i 1,5 metr bo'lgan bo'lib, o'ng oyog'ida ham tug'ma deformatsiyasi bor edi. Shu sababli Gebbelsning bir oyog'i kaltaligi hisobiga cho'loqlanib yurgan va ba'zi paytlarda hattoki yurishga ham qiynaladi. Biroq u bu holatni jismoniy va ruhiy kuchsizlik emas, balki iroda sinovi sifatida ko'rgan. Aynan mana shu deformatsiya sabab u Birinchi jahon urushidagi harbiy safarbarlikdan ozod etiladi. Keyinchalik esa uning dushmanlari Gebbelsni qo'sh tuyoqli shayton oyoq deb atashgan. Shuningdek, u chuqur depressiyadan ham aziyat chekkan. 1922-yilda u Heidelberg universitetida doktorlik darajasiga ega bo'ladi va o'zini jurnalistika hamda adabiyotda sinab ko'rishga qaror qabul qiladi. 1924-yilda esa u 27 yoshli PhD sohibi va muvaffaqiyatsiz yozuvchi edi. U ishdan bu ishga o'tib zo'rg'a kun kechirardi va o'zini hayotini o'xshamaganligida u kimnidir ayblashni istardi. O'sha davrda u antisemitistik qarashlardan juda ham yiroqda edi. Hattoki bolalik chog'idanoq uni yoqtirgan ko'plab yahudiy ustozlari bo'lgan va hattoki yahudiy qizni yoqtirib qolib, unga uylanmoqchi ham bo'ladi. Biroq yetishmovchilik va urushdan keyingi og'ir ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat Jozefda ko'plab nemislar qatori nafratning ortishiga olib keldi va u o'zini qandaydir g'oyaga sodiq bir kimsa sifatida his qila boshladi. Jozef Gebbels siyosat haqida ma'lum bir tushunchaga ega bo'lsa-da, hali aniq bir yo'nalish tanlamagandi. U talabalik yillarida sotsializm va kommunizm g'oyalari bilan tanishadi. Biroq vaqt o'tgani sayin u o'z qarashlarini tubdan o'zgartiradi. Shu paytda u antisemitistik ruhdagi asarlar va turli konspirologik nazariyalar bilan qiziqib qoladi. Keyinchalik esa u o'zini qandaydir g'oyaga sodiq bir kimsa sifatida his qiladi va Adolf Gitlerni esa deyarli diniy rahnamo sifatida ko'ra boshlaydi. Uning tasavvurida Gitler Germaniyaning inqirozdan olib chiqadigan shaxs edi va shu sababli u natsistlar partiyasiga a'zo bo'ladi. Gebbels o'qimishli odam bo'lib, nutq yozish va omma oldida nutq so'zlash bo'yicha juda ham katta tajribaga ega edi. Gitler uni qobiliyatini juda ham tez ilg'aydi va o'z ittifoqdoshiga aylantiradi. 1924-yilning kuzida Gebbels bir qancha millatchi sotsialistlar bilan do'stlashadi. Tug'ma notiqlik qobiliyatiga ega bo'lgan Gebbels Elberfeld shahrida NSDAP, ya'ni Nemis Milliy Sotsialistik Ishchilar partiyasining tuman rahbari etib tayinlandi hamda har hafta 2 marta chiqadigan Milliy sotsialist jurnalining muharriri sifatida faoliyat olib bora boshladi. 1926-yilning noyabr oyida Gitler uni Berlindagi partiya rahbari etib tayinladi. NSDAP yoxud natsistlar partiyasi dastlab Bavariyada tashkil topgan va rivojlangan bo'lib, o'sha paytgacha Germaniya poytaxti Berlinda deyarli hech qanday partiya tuzilmasi mavjud emasdi. Gebbels bu lavozimni partiya ichidagi mojaro chog'ida ko'rsatgan ehtiyotkor tanlovi evaziga oldi. Ushbu mojaro
NSDAPning chap qanot yetakchisi, antikapitalist fraksiyasi rahbari Gregor Starser bilan o'ng qanot rahbari Adolf Hitler o'rtasida kechganda, mazkur qarama-qarshilikda Goebbels o'z shaxsiy e'tiqodlariga zid bo'lsa-da, Hitler tarafini olib, siyosiy manfaatlarini ko'zlab qaror qabul qildi. Goebbels 1933-yil yanvar oyida Hitler hokimiyat tepasiga kelguniga qadar Berlinda natsistlar kuchlarini mustahkamlash ishlarini davom ettirardi. Goebbels Hitler shaxsiyatini ulug'lash va uning atrofida Buyuk Führer imijini shakllantirishni boshladi. 1920-yillarning oxirlariga kelib, Joseph Goebbels Hitler va uning natsistik g'oyalarini targ'ib qilish uchun namoyishlar tashkil qilardi va o'sha davrdagi butun dunyodagi iqtisodiy inqiroz boshlanganda, natijada ishsizlik va yetishmovchilik jamiyatning depressiyaga tushishiga olib keldi. Goebbels esa vaziyatdan o'z foydasiga foydalanadi. Ushbu tashviqot ishlari ommani natsizm g'oyalariga ishontirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Bundan tashqari u o'zining ko'p sonli nutqlari orqali targ'ibot ishlarini kengaytirishni davom ettirardi. Shuningdek, ularning nutqlari gazetalarda bosib chiqarilar va ular axborot urushida kommunistlar va yahudiylar bilan raqobatda edilar. Asosiy targ'ibot esa qo'rquv va dezinformatsiyani tarqatish orqali olib borilardi. Bu esa nemislarda boshqa millatlarga nisbatan nafratning ortishiga olib keldi. 1933-yilda Hitler Germaniya kansleri etib tayinlandi. Goebbels esa propaganda vaziri sifatida gazetalar, radio eshittirishlar va kino sanoatini o'z qo'liga oladi. Keyinchalik esa u antisemitizmni davlat siyosati sifatida e'lon qiladi. Hammasi Berlinda boshlangan edi. 1933-yil 10-may kuni kechasi Hitler hokimiyatga kelganidan 3 oy o'tib, maydonda 40 mingdan ziyod odam to'plangan edi. Natsistlar 25 mingdan ziyod yahudiy mualliflarning kitoblarini yoqib yuborishdi va aynan shu paytda Goebbels o'zining propaganda nutqini ommaga yetkazadi. Yahudiylarning bo'rttirib ko'rsatilgan intellektuallik davri o'z poyoniga yetdi. Nemis inqilobining muvaffaqiyati yana bir bor nemis rivojlanish yo'lining to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Avlodlarimiz nafaqat bilimli inson, balki kuchli iroda sohibi ham bo'lishadi. Biz esa sizni aynan shunday qilib tarbiyalamoqchimiz. Ushbu tunda o'tmishning vayronkor g'oyalariga olov bilan chek qo'yildi. Bu kuchli, buyuk va ramziy ishdir. 1931-yilda u Magda Ritchel ismli o'rta tabaqadan chiqqan ayolga uylanadi va ularning 6 nafar farzandi bo'lgan. 1937-1938-yillarda siyosatda uning roli kamayadi. Shu davrda u Chexoslovakiyalik kino yulduzi bilan ilakishib qoladi. Shu orqali u deyarli oilasi va karyerasidan ham ayrilib qolishiga oz qoldi. 1941-yil 22-iyun kuni Goebbels Hitlerning Sovet ittifoqiga e'lon qilgan keng qamrovli urushini xalqqa o'qib eshittirdi. Urushning ilk kunlaridayoq u antikommunistik g'oyalar targ'ibotini kuchaytiradi. Urushning dastlabki kunlari juda ham qonli kechdi. Natsistlar Sovet ittifoqining ichiga shiddat bilan kirib borishardi. U o'zining kundaliklarida shunday yozadi: Meni ishonchim komilki, Moskvaga qilingan harbiy yurish nafaqat bizning buyuk ruhiy g'alabamiz, balki harbiy qudratimizning ham nishonasidir. O'sha paytlarda davlat aholisi va hududi bo'yicha kengayib ketganda va bu esa propagandani tarqalishini qiyinlashtiradi. Goebbelsga Hitlerning g'oyalari yoqmayotgandi, chunki u bu urushga qarshi insonlardan biri edi. Sababi u tanklar va samolyotlar bilan Sovet ittifoqi hududini egallashga shubha bilan qarardi. Ikkinchi jahon urushining boshlanishi bilan uning partiyadagi roli o'zgarishsiz qoladi. Sovetlarning juda ham katta qo'shini va ta'minoti natsistlar uchun katta to'siqqa aylangandi. Qizil armiya Hitler qo'shinini 1942-yil qahraton qishda Stalingrad shahrida to'xtatadi. Germaniyaning yo'qotishlari mislsiz edi. Goebbels esa urushdan tashvishga tusha boshlagandi. Biroq Goebbelsning targ'ibotdagi mahorati ayniqsa Stalingrad va Afrikadagi mag'lubiyatlardan so'ng yaqqol namoyon bo'ldi. U mavjud vaziyatni soxtalashtirmagan, aksincha uning targ'ibotining asosiy maqsadi xalqda umidni saqlab qolish edi. Buning uchun u tarixiy o'xshatishlar,
tarixning go'yoki o'zgarmas qonunlari va hattoki sirli mo'jizaviy qurollar haqida ham so'zlab, xalqni ruhlantirishga urinardi. Ko'plab natsist rahbarlari bunker va istehkomlarga yashiringan bir paytda Gebbelsning xalq orasidagi chiqishlari uning putur yetgan obro'sini ma'lum darajada yaxshilashga xizmat qildi. Uning faoliyati ayniqsa umumxalq urushi, ya'ni Total War g'oyasini kuchaytirishda samarali bo'lib, u bu yo'nalishda bosh targ'ibotchi sifatida o'zini namoyish qildi. Endi bizni qanday savol kutib turibdi? Vatanimizni himoya qilish uchun zarur bo'lgan barcha ishlarni qilishga tayyormizmi? G'alabaga bevosita yordam bermaydigan barcha mulohazalarni chetga surishga tayyormizmi? Hali hech qachon duch kelmagan darajadagi qurbonliklarni berishga tayyormizmi? Lekin men sizlarga ochiqchasiga gapiraman. Avvalgi tartib bilan davom etish yetarli bo'lmaydi. Choralar yangi vaziyatga javob bermaydi. Bizdan to'liq harakat, to'liq safarbarlik talab etiladi. Umumxalq urushi so'zlardan qo'rqish shart emas. Ularni to'g'ri tushunish kerak. Bu milliy hayotning barcha sohalari g'alabaga yo'naltirilishi lozim deganidir. Bu iqtisodiy tashkilotlarda, ishchi kuchidan foydalanishda, barcha resurslarni safarbar qilishda qat'iy bo'lishimiz kerakligini anglatadi. Endi men sizlarga ochiqchasiga murojaat qilaman. Siz to'liq urushni xohlaysizmi? Agar zarur bo'lsa, bugun tasavvur qila olganimizdan ham ko'ra ko'proq va keskinroq urushni xohlaysizmi? 1944-yil 20-iyulda Gitlerga uyushtirilgan suiqasddan so'ng Gebbelsning siyosiy unvoni ko'tariladi. 1944-yil 25-avgustda u umumxalq urushi bo'yicha Reyx vakili etib tayinlandi. Biroq u oradan ko'p o'tmay shunday degandi: "Endi juda ham kech." 1945-yil aprel oyida Qizil armiya Berlin ostonalarida turardi. 2-mayga qadar juda ham og'ir to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Deyarli 3 hafta davom etgan to'qnashuvlarda 80 mingta sovet askari halok bo'ladi. Berlin ko'chalaridagi janglar davom etar ekan, Gebbels oilasi bilan birga boshqa yuqori lavozimli natsistlar singari shaharning markaziy qismidagi bunkerda yashirinib o'tirishardi. Aynan shu paytda Gebbels va uning oila a'zolari o'zlarining so'nggi damlarini o'tkazishgan. 1945-yil 30-aprel kuni Gitler va Yeva Braun o'z jonlariga qasd qilishdi. O'limidan bir kun avval Gitler Gebbelsni o'zining o'rniga kansler etib tayinladi va Germaniya taqdirini unga ishonib topshirdi. Biz qanday yashashni o'rgandik, endi qanday ketishni ham o'rganishimiz kerak. Bu Gebbelsning so'nggi so'zlari edi. Ammo 1-may kuni Berlindagi qamal holatidagi bunkerda Gitler bilan birga qolgan yagona yuqori lavozimli natsist sifatida Gebbels va uning rafiqasi Magda o'zlarining 6 nafar farzandini siyanid bilan zaharlab o'ldirishadi. So'ngra ikkalasi ham o'z joniga qasd qilishadi. Shunday qilib, 21 yil davomida natsistlar partiyasida faoliyat olib borgan Jozef Gebbels va uning yaqinlarining hayoti juda ham ayanchli tarzda yakun topdi. Ularning hayoti butunlay boshqacha ham bo'lishi mumkin edi. Biroq aynan Birinchi jahon urushidan keyingi mag'lubiyat va ijtimoiy-iqtisodiy inqiroz aynan nemis millatida nafratning ortishiga olib keldi. Va shuningdek, tashqi kuchlar ham aynan Jozef Gebbels singari shaxslarning siyosiy maydonga kelishiga sharoit yaratib berdi va dunyo 60 million insonni yostig'ini quritgan eng qirg'inbarot urushning guvohi bo'ldi. Hurmatli va aziz obunachilar, mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video manzur kelgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qanday mavzular haqida video qilishimizni istar edingiz, marhamat, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.